Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda, xususan o'zbek jamiyatida so'nggi 150-200 yillik davr mobaynida shakllangan, rivojlangan, afsuski bugungi kungacha biz xalos bo'la olmayotgan, qutula olmayotgan, ko'pchiligimizning ong shuurimizda saqlanib kelayotgan, kelajakda mamlakatimizni alal oqibat ham siyosiy, ham iqtisodiy tomondan tanazzulga yuz tutishiga sabab bo'luvchi bir illat, his-tuyg'u, aniqrog'i siyosiy qo'rquv haqida aytmoqchiman. Siyosiy qo'rquv bu jamiyatda yoki alohida bir shaxs ongida, inson ongida hukumat, siyosiy tuzum, rahbar yoki hukmron guruh tomonidan bosim, tazyiq, ta'qib, jazolanish ehtimoli sababidan vujudga kelgan qo'rquv holatidir. Siyosiy qo'rquvning asosiy belgilari erkin fikr ifoda etishdan qo'rqish. Ya'ni hokimiyatni asosli tarzda, avtoritar tuzumni asosli tarzda tanqid qila olmaslik. Siyosiy tadbirlarda ishtirok eta olmaslik. Navbatdagisi jamoaviy yig'ilishlardan cho'chish. Oliy yuridik kuchga ega bo'lgan konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan bo'lsa-da, miting, namoyish, yig'ilishlarda ana shu tadbirlarda ishtirok etmaslik, o'zini olib qochish. Bu bilan shu tadbirlarga da'vat etish maqsad qilganim yo'q, ya'ni ayrimlar turlicha talqin qilishmasin. Keyingisi davlat organlari va kuch ishlatar tuzilmalardan qo'rquv. Ya'ni ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, sud tizimidan qo'rqish. Keyingisi senzura va o'zini o'zi senzura qilish. Fikrini yoza olmaslik, asosli tarzda gapirmaslik, ochiq gapirmaslik yoki fikrni mutlaqo yashirish. Bilamizki, siyosiy qo'rquv odatda bu totalitar va avtoritar tuzumlarga xos bo'ladi. Buni biz de facto O'zbekiston rejimida ham ko'rib turibmiz mana. Siyosiy qo'rquv bor joyda siyosiy faollik mutlaqo pasayadi yoki mutlaqo yo'qoladi. Yo'qolgan siyosiy faollikni biz mana misol tariqasida Shimoliy Koreya hamda Turkmaniston misolida ko'rishimiz mumkin. Hokimiyatni uzoq muddat mustahkamlash uchun ushbu siyosiy qo'rquvdan psixologik vosita sifatida ishlatiladi. Xullas, siyosiy qo'rquv bu odamlarning siyosiy erkinliklarini, siyosiy huquqlarini cheklash uchun hokimiyat tomonidan shakllantirilgan yoki ataylab o'ylab topilgan yoki tabiiy ravishda yuzaga kelgan bir qo'rquv hissi. O'zbekiston tarixida siyosiy qo'rquv tushunchasi bu bir nechta davrlarda turlicha shakllangan. Uni bir qisqa bir bosqichma-bosqich ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Birinchisi, masalan, Chor Rossiyasi davrida 19-asr oxiri va 1917-yillar oralig'idagi bo'lgan davr.
Turkiston o'lkamiz bosib olingandan keyin mahalliy aholida tabiiyki o'z noroziliklarini bildirishadi, qo'zg'olonlar, qarshiliklar yuzaga keladi. Mudofaa qudratiga ega bo'lgan Chor hukumati ushbu qo'zg'olonlarni, harakatlarni qonuniy ravishda bostiradi va dastlabki o'sha siyosiy qo'rquvlar tub aholi ongida shakllana boshlaydi. Yoki o'sha harbiy xizmatga majburan yuborishlar, qattiq jazo sifatida surgun qilinishlar ataylab sun'iy ravishda o'ylab topiladi. Qo'zg'olonga chiqsang qirib tashlanasan degan tushunchalar odamlar orasida keng tarqaladi. Keyingi davrni biz Sovet davri bilan bog'laymiz, ya'ni 1917 hamda 1991-yil oralig'ida bo'lgan davr muddatni biz, ya'ni 1920-1930-yillarda bosmachilikka qarshi kurash bahonasida aholi, xalq ta'qib qilingan yoki bo'lmasa qirib tashlangan. Oddiy odam siyosiy gap gapirishdan yoki hukumatni bir tanqid qilishdan qo'rqadigan bir muhit shakllangan. Shu paytdagi maxfiy xizmat KGB nazorati o'sha siyosiy qo'rquvni muntazam saqlab turgan. Keyingi davr bu mustaqillikdan yoki mustaqillikni dastlabki davrlari. Qo'shtirnoq ichidagi 1991 hamda 2016-yillar oralig'idagi davr. Zolim klassik diktator Karimov o'zi e'lon qilgan Qo'shtirnoq ichidagi mustaqillikning dastlabki davrida demokratiyaga biroz yo'l berdi. Muxolifatga yo'l berdi. Biroz muddat o'tgandan keyin prezidentga qarshi siyosiy muxolifat bostirildi. Bir juda tezlik bilan markazlashgan bir hokimiyat paydo bo'ladi. Ilgari KGB bo'lsa, undan keyin mana SMB siyosiy qo'rquvni nazorat qilib uni davom ettirdi. Odamlar siyosat haqida gapirishdan cho'chiydigan holatga kelishdi. Ya'ni o'sha davrlarda siyosatga aralashma degan ibora keng tarqala boshlandi. Aslida bu o'sha filmlarda aytilganidek uzoq tarixga ega. Lekin bevosita Karimov davrida bu yanada kuchaydi. Keyingi davr 2016-yildan keyingi davr. Ya'ni diktator Karimov o'limidan keyingi davr va hozirgi hukumat Mirziyoyev davri bilan bog'liq. Janob Mirziyoyev hukumat tepasiga kelgandan keyin matbuot, internet bir siyosiy ochiqlik qisman bo'lsa-da biroz oshdi haqiqatan. Lekin siyosiy qo'rquv butkul yo'qolgani yo'q. Odamlar haligacha hukumatni tanqid qila olmaydi. Oliy Majlisda faoliyat yuritadigan mana 5 ta siyosiy partiya birontasi hukumatni tanqid qila olmaydi. Bu ham siyosiy qo'rquvning aynan belgisidir. Oldin qo'rquv bir qonuniy jazolangan bo'lsa Qo'shtirnoq ichida, ana endi lavozimdan ketib qolaman degan bir ma'noda ana shunday bir ongda bir tushuncha paydo bo'ldi.
umuman xulosa shuki, O'zbekiston tarixida siyosiy qo'rquv Chor Rossiyasi, Chor hukumati tomonidan boshlanib, Sovet davrida eng yuqori cho'qqisiga yetdi va hozirgacha bu qo'rquv davom etib kelyapti. Qaysidir ko'rinishda bo'lsa ham. Ozmi, ko'pmi, zamonaviy ko'rinishdami? O'zi siyosiy qo'rquv ko'pincha hukmdorni haddan tashqari bir kuch ishlatish tufayli yuzaga keladi. Endi savol tug'iladi. Bu siyosiy qo'rquvni yo'qotish mumkinmi yoki kamaytirish mumkinmi? Albatta mumkin. Yoki butkul tub ildizini ham quritish mumkin. Tub ildizini quritish uchun avvalo davlat rahbari haqiqatdan ham xalq xizmatchisi bo'lsa, haqiqatdan ham albatta siyosiy qo'rquv ildizi bilan quriydi. Kamaytirish usullari esa uni bir necha usullari bor. Eng natija beradigani bu mavjud qonunlarni o'qib, qonuniy asosda hokimiyat organlaridan talab qilish, kuchli jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, jamiyatda huquqiy ongni shakllantirish. Albatta bu o'zidan bo'lmaydi. Har bir inson qonunlarni o'qib, hayotga tatbiq qilish kerak. Masalan, avval aytilganidek, o'sha davlat organlari va kuch ishlatar tuzilmalardan qo'rquv ko'pchiligimizda bor. Nima uchun? Qonunlarni bilmaymiz, o'qimaymiz, yana gaplar tarqab yuradi, qonunlar ishlamaydi. Qonunlar siz va biz uchun ishlab chiqilgan parlament tomonidan. Mayli u parlament ishlamasa-da, qonunlarimiz ideal tarzda yozilgan. Xalqaro qonunlarga mos tarzda. Misol tariqasida aytaman, 1992-yil 9-dekabrda prokuratura to'g'risida, 2016-yil avgust oyining oxirida ichki ishlar organlari to'g'risida, 2018-yil mart oyining oxirlarida davlat xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun qabul qilingan. Ana shu qonunlarda ushbu organlarning ish faoliyati belgilab qo'yilgan. U yerda vazifalari, majburiyati, huquqlari, vakolatlari hammasi yozib qo'yilgan. Birontasida oddiy fuqaro yoki insonga nisbatan tazyiq qilinsin degan bir tushuncha, norma yo'q. Hammasida birinchi o'rinda qonuniylik, u yerda prinsiplar ham belgilab yozib qo'yilgan. Ularning asosiy prinsipi qonuniylik, ya'ni qonun ustuvorligini ta'minlash, qonun asosida xatti-harakat qilish. Yana batafsil aytib o'tmayman, nechinchi moddasida umumiy tarzda sizlarga ma'lumot beryapman. Shuning uchun jamoatchilik nazoratini kuchaytirish lozim. Shundagina bir siyosiy qo'rquv sekin-sekin kamaya boshlaydi. Butunlay yo'q qilish uchun esa yana qaytaraman. Haqiqatdan ham davlat rahbari xalq xizmatchisi bo'lsa, matbuotga erkinlik bersin, haqiqiy ma'noda matbuot erkin bo'lsa, siyosiy qo'rquvning ildizi quriydi. Batamom. Ya'ni odamlarda bir sudlar adolatli bo'lsa, o'z-o'zidan yo'qolib oladi. Bu ruhiyat bilan bog'liq bevosita.
Shuning uchun yana qaytarib bo'lsa ham, har birimiz mavjud amaldagi qonunlarni o'qib, uni hayotga tatbiq etib, uni talab qilishni o'rganishimiz kerak. Har bir inson, ongli shu inson. E'tiboringiz uchun rahmat.